ana shunda ko'proq va qiziqarli video chiqarishga sizlarga va'da beraman. Sizlar qanday video chiqarishni ham kommentariyada yozib qoldiring. Mana biz hozir Sevgi va O'g'il Zafar bog'iga ana shu yerga kelmoqchi edik. Eslaringizda bo'lsa, sizlar-chi? Sizlar bu narsani o'ylaganmidingiz? Uni ham yozib qoldiring. Endi ketdik maktabga. Ketdik, ishxonamizga boramiz. Oldu. Sizlarga bitta narsa aytaman. Bu Minecraftda sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Siz ham Minecraftni yuklab olib, o'sha narsani olishlaringiz. Hozir sizlarga qanaqa narsa ekanini ko'rsataman. Men ham o'zim o'sha yerga borib qolib, sizlardan chiqqanim bilan o'sha narsani topib oldim. Bunaqa narsa yo'q deb o'ylayapman. Sizlar ham topib olganmidingiz? Buni ham kommentariyada yozib qoldiring. Mana. Mana bunu. Keling, hamma narsani shuni tepasiga yig'amiz. Maktabga boramizmi? Olg'a. O'tgan safar shu joygacha shu joydan nimaga boramiz dedim, boshqa joyga ketib qoldim. Shu uchun orqaga yurgandim. Endi men oldin u safar uchinchi kelib, men to'g'ri ketdim. O'sha uchun mana bu yerda sinfga kiraman. Yana men ustozlik ma'lumotligini oldim. Shuning uchun mana men ustozman. Yozib qoldiring, bu 3-qismini ham chiqaraymi yoki yo'qmi? Agar 3-qismini chiqarishni xohlasangiz, like bosib qo'ying kanalga. Shu joyda tugatgandik. O'shandan keyin boraverdim. Hech ham shu joyga kirmaganman. Keling bir kirib ko'raylik. Bu meni qilmayapti. Shundan so'ng men baribir
Bu versiyada yangi qo'shilgan narsa bo'lib, bu narsani singdirish kerak. Va ichida arif hamma yeydi. Mana bu banana. Do'stlar, biza bitta video moqtimizni biz quruvchilar jangi degan video moqtimizni. Bu videoni xohlasalaringiz izohlarda yozib qoldiring, shunaqa video olaylikmi? Shunaqa video olaylikmi? Agar olishimizni xohlasalaringiz shunaqa video ham olamiz. Xohlasalaringiz yozib qoldiring. Shu Let's Play'ning 3-qismini ham chiqaramiz. Lekin sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu nimani quruvchilar jangini chiqaraylikmi? Buyruq bilan birga. Agar quruvchilar jangini chiqaringlar, biza ko'ramiz desalaringiz, mayli quruvchilar jangini chiqaramiz. Agar kerakmas, qiziqarli bo'lmaydi deb yozsalaringiz kommentariyada mayli chiqarmaymiz, o'zingiz bilasizlar. Shuning uchun kommentariyada yozib qoldiring. Ketdik. Do'stlar, bu videoni ham tugatamiz. Hammaga xayr. Kommentariyada yozib qoldiringlar aytgan narsalarim.